Xo'jayli tumani Qoraqalpog'istonning turizm salohiyati yuqori bo'lgan manzillardan biri bo'lib hisoblanadi. O'tgan 2025-yil davomida bu yerga tashrif buyurgan mehmonlarning soniga keladigan bo'lsak, 250 mingdan ortiq mahalliy turistlar va 30 mingdan ortiq xorijiy turistlar tashrif buyurishgan. Xo'jayli tumanidagi mashhur turistik obyektlardan biri bu Mizdaxxon qadimiy arxeologik va arxitektura majmuasidir. Qadimiy Mizdaxxon arxeologik va me'moriy tarixiy majmuasi Xo'jayli shahrining g'arbiy chekkasida joylashgan bo'lib, Qoraqalpog'istonning eng ommabop diqqatga sazovor joylaridan biri bo'lib hisoblanadi. Majmua asosan Shamun Nabiy, Xalifa Rajab, Jo'mart Qassob va Mazlumxon Suluv kabi ko'p yillik tarixga ega madaniy meros obyektlaridan iborat. Bugungi kunda Mizdaxxon majmuasiga nafaqat Xo'jayli tumanining ko'p millatli aholi vakillari, balki qo'shni davlatlardan kelgan mehmonlar hamda Yevropa, Osiyo va boshqa qit'alardan turistlar tashrif buyurishadi. Mizdaxxon tarixiy kompleksini turistlar O'zbekistonning barcha aymoqlaridan, dunyo yuzining ko'plagan mamlakatlaridan, Yevropa mamlakatlaridan, Amerika Qurilma Shtatlaridan, Avstraliyadan, Xitoy mamlakatidan juda ko'plagan turistlar keladi. Buning sababi Mizdaxxon tarixiy kompleksi bir g'ana imoratdan emas, u ulkan bir kompleksdan turadi. U yerda 10 ga yaqin tarixiy obyektlar bor. Bularning barchasi sol chet eldan keladigan, elimizning boshqa aymoqlaridan keladigan turistlarga juda ko'p e'tiborni tortadi. Bunga bir aqvoyi misol yer yuzida analogi yo'q bo'lgan deb aytiladigan Mizdaxxon kompleksining Mazlumxon Suluv maqbarasi, Xalifa Rajab, Shamun Nabiy, Jo'mart Qassob imoratlarini aytsak bo'ladi. Maqbaralarning sol yerda shariatlar yaratiluvi bilan turistlarning yildan yilga kelu sonining ko'payuvining ko'zga tashlanuvi mumkin. Ularning barchasi turizm orqali mamlakatimizga yangi investitsiyalarni tortuv bo'lib hisoblanadi.